Assalamualaikum hörmətli qarindaşlar. Şərq Türkistan sürgündü hökuməti televiziyasının xəbərlər proqramısını kirşanlarını qızğın qarşı alamiz. Amerika prezidenti Joe Biden 60 minut televiziyasının ziyaretini qabul qilib, Amerika askarlarining Tayvanni qo'g'daydiganligini, ammo buning Oqsaroyning rasmiy siyosati emasligini aytdi. Turkiya Shanxay hamkorlik tashkilotiga a'zo bo'lishni ko'zlagan tunji Shimoliy Atlantik ahdi tashkilotiga a'zo davlat. Turkiyada chiqadigan muxolif, ya'ni o'qituvchi gazetida o'zlari boy xalqi nomrod bo'lib degan temada bir maqola e'lon qilindi. Tunda tafsiliy mazmunlarini diqqətinizə sunumuz. Amerika prezidenti Joe Biden 60 minut televiziyasining ziyoratini qabul qilib, Amerika askarlarining Tayvanni qo'g'daydiganligini, ammo buning Oqsaroyning rasmiy siyosati emasligini aytdi. CBS xabarlarining 18 sentabrdagi xabariga qaraganda, o'tgan payshanba kuni Amerika prezidenti Joe Biden 60 minut televiziyasining ziyoratini qabul qildi. Amerika hukumatı 1979 yildan e'tiboran Tayvanni Xitoyning bir parchasi deb qaramaydi. Ammo Tayvan askarlarining demokratik hukumatini qo'g'dishiga qarata sukut qiladi. 60 minut televiziyasining muxbiri Xitoy raisi Xi Jinping Tayvanga bergan va'dangiz haqida nimalarni bilish kerak deb so'raganda, Bayden burun imzolagan kelishimning ro'yiga amal qilamiz. Bu yerda bir Xitoy siyosati mavjud. Tayvan mustaqillikni qaror qiladi. Biz ularni ilhomlantirmaymiz. Buning uchun harakat qilmaymiz. Ular o'z qarorlarini o'zlari beradi degan. Muxbirning Amerika askarlari orolni qo'g'dandi deb so'ragan savoliga shundoq. Bu yerga kutilmagan bir hujum qo'zg'aganda Amerika askarlari qo'g'daydi degan. Ukrainaning aksicha Tayvanni ishg'ol qilgan ahvol ostida Amerika askarlari va Amerikadagi ayollar Tayvanni qo'g'dandi deb so'ragan savoliga shundoq deb javob bergan. Programmadan keyin Oqsaroy amaldori Amerikaning Tayvan siyosatining o'zgarmaganligini aytgan. Amerika armiyasining Tayvanni qo'g'daydigan yoki qo'g'damaydiganligida strategik aniqsizlik ichida qoldi. Ammo Tayvan munosabati qonuni Amerikani Tayvanning o'zini qo'g'dash uchun qurollantirishga majbur qildi. Mush ayning beshida Davlat ishlari mahkamasi orolning demokratiyasi uchun 1 milliard 100 million dollarlik harbiy uskunalarni sotdi. Davlat ishlari mahkamasining bayonotchisi Vedant Patel 9 oyning 6 kunidagi muxbirlarni kutib olish yig'inida setish masalasiga qarata bir yurishlik mulozimat qilinayotdi. Chunki Xitoyning Tayvanga qarata besimining eshishiga ergishib, biz buningga muhtoj bo'lamiz. Biz davomli mas'uliyatchan, muqim va qat'iy irodalik bo'lib, Beijing bilan bo'lgan aloqa liniyamizni ochiq qilamiz. Shuning bilan bir vaqtda biz siyosatimizga mos holda Tayvanni izchil qo'llaymiz dedi. Sharq Turkiston sürgündü hökuməti və Sharq Turkiston Milliy Uyg'unish Tashkiloti 1 oktyabr kuni tushdan keyin soat 1dan 3gacha bo'lgan oraliqda Amerika Oqsaroyning oldida Xitoyning 72 yildan beri yurgizib kelayotgan mustamlika qilish, ishg'ol harakatini oxirlashtirish uchun xalqaroni harakatga keltirish maqsadida namoyish o'tkazishni o'rinlashtirdi. Qarindoshlarning vaqtida qatnashishi talab qilinadi. Turkiya Shanxay hamkorlik tashkilotiga a'zo bo'lishni ko'zlagan tunji Shimoliy Atlantik ahdi tashkilotiga a'zo davlat. Bloomberg to'rining 17-sentabrdagi xabarda aytilishicha, Turkiya sharqdagi do'st davlatlar bilan hamkorlik o'rnatishga tirishayotganda Turkiya prezidenti Recep Tayyip Erdo'g'an Xitoy rahbarligidagi Shanxay hamkorlik tashkilotiga a'zo bo'lishni umid qiladi. O'zbekistonda o'tkazilgan Shanxay hamkorlik tashkiloti boshliqlar yig'iniga qatnashgan Turkiya prezidenti Recep Tayyip Erdo'g'an buni Xitoy katovashi Xi Jinping va Rossiya prezidenti Vladimir Putin qatorliq rahbarlar bilan suhbatlashgandan keyin o'tirg'a qo'ydi. Agar shundoq bo'lganda, Turkiya Shanxay hamkorlik tashkilotiga qatnashgan tunji Shimoliy Atlantik ahdi tashkilotiga a'zo davlat bo'lib qoladi. Turkiya Anadolu xabar agentligining aytishicha, Erdo'g'an Samarqanddagi muxbirlarni kutib olish yig'inida bu qadamlar bilan bizning bu davlatlar bilan bo'lgan munosabatimiz boshqacha bir o'ringa chiqadi degan. Turkiyaning Shanxay hamkorlik tashkilotiga kirish potensiali to'g'risidagi so'zlarining aniq manbasi yo'q. Erdo'g'an bu haftaki Birlashgan Davlatlar Tashkiloti umumiy yig'inidan keyin Washingtonda Amerika prezidenti Joe Biden bilan yuzturanni ko'rishishi mumkin. Xalqaro munosabatlar professori, Turkiya prezidenti bexatarlik maslahatchilar hay'atining a'zosi Chari Erhan Twitter hisobida Turkiyaning qilayotgani G'arbga qarata tanlash bo'lmasdan, balki butun dunyo bilan tengpung munosabat o'rnatish. G'arbning Turkiya bilan bo'lgan munosabatda hamkorlik o'rnatganlarning kim ekanligini aniq bilib olishiga yordamchi bo'lish dedi. Shimoliy Atlantik ahdi tashkiloti va Amerika buningga darhol inkos qaytarmadi. Bosh ministerimiz Salih Xudoyor apandi Twitter hisobidan buningga inkos qaytarib, Turkiya borgan sari irqiy qirg'inchilikchi Xitoyga yiqilishyotdi. Endi Shimoliy Atlantik ahdi tashkiloti bilan raqobatlashishni maqsad qilgan Shanxay hamkorlik tashkilotiga a'zo bo'lishni orzu qilyotdi.
Şanghay Həmkarlıq Təşkilatıga a'zo bo'lishni tilga olib, Sharqi Turkiston ya'ni Uyg'urlarni davomli setib yuzadiganligining yana bir signalini berdi dedi. 19 sentabr kuni Turkiyada chiqadigan muhalif, ya'ni o'ktichi gazetiga besilgan "O'zlari boy xalqi nomrod klub" degan temada yozilgan maqolani diqqatingizga sunamiz. İranlıq yosh ayol Mahsa Amini chachlarini to'liq yo'gamaganlik uchun Iranning axloq soqchilari tarafidan urib o'ldirildi. Buningga qaramay, Şanghay Həmkarlıq Təşkilatı İranni to'liq a'zo sifatida qabul qildi. Tashkilotning Qirg'iziston va Tojikistondan iborat ikki a'zosi orasida Sovet parchalangandan buyon davomlashib kelayotgan chegara talashish masalasining turtkisida boshliqlar yig'ini echilishidan bir kun ilgari to'qinish yuz berdi. Qirg'izistonning bayonotiga qaraganda 24 fuqaro hayotidan ayrildi. Tojikistondan kelgan bayonotda 3 fuqaroning o'ldirilganligi o'ttirg'a qo'yildi. Yig'indan ilgari dialog hamrohi salohiyati bilan bu tashkilotga qatnashgan Armeniya bilan Ozarbayjon to'qnashgan. Rayon bexatarligi, hamkorlik va terrorlikqa qarshi turish maqsadida qurilgan Şanghay Həmkarlıq Təşkilatıning qurg'uvchi a'zolari Xitoyning Uyg'ur turklariga elib kelgan ig'ir besim to'g'risida tanqidlarga quloq va ko'zini yumdi. Rossiya Ukraina bilan urushdiganligini hatto yig'indimi aytdi. A'zolari orasida tinchlikni saqlayolmagan Şanghay Həmkarlıq Təşkilatıning davlat boshliqlari yig'ini mushundoq bir vaziyatda echildi. Yig'in hatto muhim nuqtalarga ahamiyat bermayla oyoqlashdi. Bu boshliqlar yig'ini ilgariga o'xshash kishilarning diqqatini qo'zg'adi. Buningdagi sabablarning biri Amerika sovuq munosabatlar urushidan keyin siyosiy islomning o'rniga Rossiya bilan Xitoyni yangi dushman deb jakarladi. Yana biri Rossiya bilan Iranning G'arb yo'lga qo'ygan embargoni buzishga urinishi. Turkiyaning G'arbga qarshi yangi ittifoq izlashimi boshliqlar yig'inida qiziqish qo'zg'adi. Dunyo nufusi va jo'grafiyasining muhim bir qismini tashkil qiladigan davlatlar qo'shilgan bu tashkilot G'arbga jang e'lon qila olsa-mu qutb shakllantirish saviyasida emas. Xitoy prezidenti Xi Jinping rayondagi davlatlarni xalqaro tartibni odil va muvofiq usulda isloh qilishga chaqirdi va hamisha g'alaba qilish va to'sqinlik qilish siyosatidan voz kechish, Birleşken Devletler Teşkilatı'nı merkez kılgan xalqaro tuzumni qo'llash kerak dedi. Tarqalishchan kasallik va keyingi dunyo iqtisodiy krizisi mezgilida Xitoy Birleşken Devletler Teşkilatı'ga mangulik a'zo bo'lishdek barliq kartlardan eng yaxshi foydalanishga tirishadi. Hatto Tayvan to'g'riliqmi muvofiq vaqtni saqlash bilan bir vaqtda G'arbga butunlay qarshi turishni xohlamaydi. Bu tashkilotning aniq alohidaligi shuki, u bir mustabidlar klubi, aniqlik va taftishlik yo'q, chiriklik va parxo'rlik ig'ir. A'zo davlat boshliqlari oshkora bo'lmagan saylamda 50%dan ortiq biletga erishadi. Bundan boshqa ularning xali ko'p qismi dunyodagi eng boy kishilardan, ammo davlatidagi xalq nomrod. Pokistonning siyosiy iqtisodshunosi, yozuvchi Shakil Ahmad Ramay bu tashkilotning prinsiplari haqida mundaq deb yozadi. Şanghay yuriyi o'zaro ishonish, hamkorlik va madaniyatlar aro hurmatni asos qiladi. A'zolarning ichki ishlariga aralashmaydi. Tashkilot a'zolari orasida to'liq inoqlik ko'rilmaydi. Düşmanlik bo'lishi mumkin. Har bir a'zoning Rossiya-Ukraina urushi masalasida Rossiyaga qarshi o'z ko'z qarashi bo'lishi mumkin. A'zolarni o'rtaq o'ringa majburlamaydi. Şanghay Həmkarlıq Təşkilatı Shimoliy Atlantik ahdi tashkilotiga o'xshash o'rtaq qimmat qarashini asos qilgan tashkilot emas. U o'xshamagan madaniyatga hurmat qilish asosida qurilgan. Shuningdek, u Xitoy, Hindi, Iran, Rus va O'rta Osiyo shundoqla musulmon madaniyatlarining makoni. Demokratiya va demokratik qimmat qarashni azaldan G'arbning qimmat qarashi deb e'tibor bermaydigan bu xalqaro tashkilotning bexatarlik va iqtisodiy taraqqiyot va'dalariga astoydil muomala qilishi tez. 20 yil ilgari qurilgan tashkilotning nima ish qilganligini ko'rganimizda, uning a'zo davlatlar o'rtasidagi savdo munosabatida unumli ekanligi rost. Qandaqli bo'lmasin, ularning hozir bir taraf qilishni qaror qilgan muhit, ma'rif va nomrodlik qatorliq masalalarda ko'rinarli turlari yo'q. Şanghay Həmkarlıq Təşkilatı bugun G'arbning jazosiga zarba beradigan qonunlikni yanglaydigan joy sifatida alohida ko'zga ko'rinarli. Prezident Recep Tayyip Erdo'g'an Samarqanddan qaytib kelgandan keyingi bayonotida Turkiyaning Şanghay Həmkarlıq Təşkilatıga a'zo bo'lishni xohlaydiganligini e'lon qildi. Erdo'g'anning so'ziga qaraganda, kelar yili Hindistonda o'tkaziladigan 2023-yillik boshliqlar yig'inida a'zolik salohiyati tasdiqlanishi mumkin. Shunga Turkiya Şanghay Həmkarlıq Təşkilatıga a'zo bo'lishni iltimos qilgan tunji Shimoliy Atlantik ahdi tashkilotiga a'zo davlatga aylanadi. Şanghay Həmkarlıq Təşkilatıga a'zo bo'lish G'arbning besimidan butunlay qutulish deganlik bo'lamdi. Shundoq deyishga bo'ladiki, hech kimning davlat ichi va sirtida nima qilayotganligiga ko'ngil bo'lmaydi. Ammo amaliyotda u undaq emas. Bu tashkilotning eng kuchli a'zosi bo'lgan Xitoy embargo nuqtasida intayin inchga. Savdoning muhim bir qismini G'arb bilan bo'lgan munosabat orqali elib boradigan Xitoy ikkinchi bir jazo orqali o'ziga ziyon yetkazishdan uzoq turdi.
Taq kishilar klubining rohatiga ishinib, G'arb bilan bo'lgan munosabatni buzishni xohlamaydi. Agar Shimoliy Atlantik ahdi tashkiloti Baylarning klubi bo'lsa, Shanxay hamkorlik tashkiloti mustabidlarning klubi. Dunyo xalqlarining urush, mamratlik, adolatsizlik va barobarsizlikning zulmiga uchragan ovozi bu yerda anglanmaydi. Vatan bizga ovoz qilishimiz uchun, o'rinbosarlik mas'uliyatimizni bajo keltirishimiz uchun, Kalimatullohni ustun qilib, insondek yashashimizni kafolatga ega qilishimiz uchun berilgan Allohning amonatidir. Amonatni topshirib olmoq o'z navbatida uni muhofazat qilishga ahd qilishni o'z ichiga oladi. Uni tajovuzchiga yem qilmaslikni, qadr-qimmatini dafsanda qulg'ichiga yo'l qo'ymaslikni, bizni undan ayirishga, uni bizdan yatlashtirishga, bizni uning bag'rida hur yashashimizga to'sqinlik qilishga tutunuvchiga qarshi turishni o'z ichiga oladi. Mana bu vatan ahdisidir. Ahdiga vafo qilish burchdir, sadoqatdir, erkaklikdir. Ahdini unutish bo'lsa vafosizlikdir, sadoqatsizlikdir. Uni zoya qilish xiyonatdir. Vafosizlik va xiyonat orasida davr qilib turayotgan bu omonat ko'z oldimizda halokatli xatarni boshdan kechirmoqda. Omonatlik vatan ifodalab bo'g'isiz darajada qabohatlik davrlarni boshdan kechirayotgan bu kunlarda ahdisini esiga olgan haqiqiy sadoqatparvar sohiblarini sig'inmoqda. Hurlik yo'lida qinini oqqizgan, barliqini pido qilgan qahramon shehidlarini yod etmoqda. Ularning izbosarlaridan vafo mezoniga o'ltirg'izg'ili bo'g'idek jaranglik sadoni kutmoqda. Tajovuzchilarning dahshatli darsanchiliklarga qarshi o'zini muhofazat qilishga barliqini atagan vafodorlik shuuri o'lmagan sodiq qo'shinni saqlab turmoqda. Bo'lmadi deganda duch kelayotgan xatarning ritmini bo'lsa-mu ostiltishga yaraydigan. Bozorning ahvoliga qarab emas, xatarning darajasiga qarab ish tutishni. Buningdanmi adashga yuzilayotgan xatarga oldin to'g'on silishni biladigan avangardlarni. Vafodorlikni qavash chog'liq haqqoniy pozitsiya bilan bo'lsa sahib chiqishni o'ylaydigan vafodor vatan mansuplarini kutib turmoqda. Vatan ahdimiz vafo mezonida nomli maqoladan ilindi. Hurmatli ko'ruvchilar, bizga vaqt ayirganingiz uchun ko'p rahmat. Kelar qatimki programmamizda ko'rishguncha Allohga omonat bo'lgaysizlar.